bo'ling hammaga. Ikkinchi vlog qavmi. Mo'ykaga boramiz hozir. O'tgan safargi emas, boshqa mo'ykaga borib, endi mo'ykalarni sinab ko'ramiz. Shunaqa challenge qilamiz. Qaysi biri zo'r yuvadi mashinani. Qaysinisida arzon, qaysinisida qimmat, qaysinisida vaqt ko'p. Shularni tekshirib boramiz. Mo'yka o'sha safardan beri boshqa qilinmagan. Hozir o'sha mo'ykaga ketamiz. Ungacha videoga like bo'lsa, kommentariy yozishni unutmanglar hozir. Qani endi yo'lga tushamiz, mashinani zavat qilib kalt. Endi borgandan keyin yoqaman, kamerani like bosishni unutmanglar. Ana aytgan mo'ykamga yetib keldik hozir. O'chib tutamiz. Kutgandan keyin yuramiz. O'zi 5 ta kolomkasi bor ekan, lekin normalni yuvadi. Adashmasam shuni hozir sinab ko'ramiz. O'chib kutib o'tirdim. Если что, kamerani yoqib birdaniga video olaman. Hech o'rin tayyorlamasdan. Birinchi o'zi aktivniy kiyim sepaman, undan keyin suv, undan keyin nano pena sepib turib, qo'lda ishqalab, keyin yana suv sepib, orqasidan vosk. Shunaqa qilsam mashina tozaroq bo'ladi. Если что, qaysi mo'yka detsanglar, algoritmdagi mo'yka. Keyin sar boshqasiga boramiz. Aslida polilarni yechib oldim. Mo'yka qilishga o'tamiz. Ekonomiya ro'zi turibdi. Sizga mashinani mo'yka qilamiz. O'zi ham yomon qilib ketganmiz. O'tgan safar mo'ykadan beri ashi yulmagan. Aytib ko'p odam o'chib turibdi. Kirlarga to'xtamam, diskalar qattiq bo'ladi. Mana endi boshlaydik mo'yka qilish. Mana mashinani mo'yka qildim. Примерно 1,5 soat, 2 soatlik ketdi mo'yka o'ziga. Yana mo'ykaga, o'zi mo'yka mana, mo'ykani 10 dan 8 baholayman, chunki normalniy ekan, suvlari toza. Endi nomor taqilishgan ketadi. Atak bo'ladi. Tavsiya beraman, keltirgan mo'yka takla toza bo'ladi. Bitta minus tomoni ham quyoshda egilgan ekan, shu quyosh atak normal. Bu hisob bo'yicha ikkinchi mo'ykani уже nima desa bo'ladi. Ikkinchi mo'ykaga borib ko'rdik уже. Yana kommentariyalarda yozib qo'yildirsanglar, qaysi mo'ykalarga borib tekshirib baholab o'tamiz deydi. Misol uchun bunda 10 dan 8 qo'ydim bu mo'ykaga. Chunki suvlari toza, penalar zo'r. Misol uchun 10 ming so'mga boshqa joyda 2 minut bersa, bu 2,5 minut berar ekan suvga. Bitta minus tomoni shu mashina artadigan joyi quyoshda ekan. Bo'ldi, boshqa minuslari yo'q. 20 ta like yig'sa yana davomini olaman. Boshqa mo'ykaga borib olamiz. Unda sekin men ketdim. Omad tilab qolinglar. Like bosishni unutmanglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Rahmat hammaga ko'rganingiz uchun.